ko'ryapsizmi? Aytib qo'y, bitta chiqsangiz bo'ldi, tortib ketadilar. Hammasini yo'ldan boshlaymiz. Shuncha baribir xatti harakatingiz nimangiz? Yo'q, bor-ku. Marali. İnşallah, Xudo xolasa, cho'tki bo'ladi. Yaxshi, hozir yukimiz yengil. Agar og'ir bo'lganda vaqt mashina kuchanishini ko'radi. Mashina qiynalib qolardi. Mashina qilib qolardi. Davleniya ham sekin ko'tarilardi menda. Davlengiz keng qilib. O'shancha mana kulishib ketyapmiz-ku. Marali. Kechasi yursangiz qiynalasiz. Kechasi yursam ana uni avlod ajdodini eslab navigatorni ham borayotgan paytingiz qarab uzoqlashtirib yaqinlashtirib borishingiz sabab yana tupik joyga tutmasligi uchun ko'rsatmaydi tupik bo'lsa ko'rsatadi, qarab uzoqlashtirib yaqinlashtirsangiz nima yo'l bilan boyagi narigi polosiga o'tib shunaqa joylarda qisib ketishlari mumkin. Buni aybi bilan siz bu tarafga burib olgan bo'lsangiz isbot dalil sifatida ishlaydi. Ya Xudo xolasa uyga boraman-u. Uyga borsam konkret navigator unaqa olib kelaman. Video registrator zo'ridan. Chunki kerak-da. Bu katta monitorlardan olmang, oldiradi uni yo'lda politsiya. O'tadigan davlatingizga qarab qo'yib boraverasiz. Bo'lmasa o'chirib qo'yasiz, to'xtang so'z. Men yozib olmayman bu yerda. Ishonmasang tekshir. Shvetsariyada taqiqlanadi. Shvetsariya taqiqlanadi desangiz. Avstriya. Kresti Avstriyada yurdik. Onda bilan bemalol hech qanaqa muammo yo'q. Yo'q, endi u sizni kim kontrol qiladi? O'shanga ham bog'liq. O'shanga bog'liq. Siz yursangiz yuraverasiz. Endi hech kim to'xtatmadi, yaxshi bo'ldi demoqchiman-da. Mumkin degani emas-ku. Ya o'sha payt hech kim aytgan yo'q-da. Mumkin emas. Bu zakondan o'zingiz o'rganishingiz kerak. Ruscha qidirtirib, qaysi davlatlarda yo'riqman mumkin emas. Blogerlar o'zi chiqazadi uni. Ishtirok jarimalarga ko'rsatadi. Men qiziqmadim-ku, qiziqsam shungacha qidirib topib, qaysi nima bo'yicha yozganman, yevro ishtirok so'rab. Uniki kommentariyalarga kirsangiz, kommentariyalarda to'liq ma'lumot yozadi. Menda mana bunaqa bo'lgan. Mancha ishtirok bo'lgan. Vaqtni bekarga yozmagan ekanda, qo'ymagan ekanda bu. Qaysi? Yo'lni belgilayotganda ko'rgan deshkalarni yo'lini. Kim ko'rgan? Naligi. Bizni Siemens janoblari. Soat 4 ga nima qilgan? 1 soat o'tyapti. Mafura kelyapti.
sekinlashavering, u ham yangi shofyor bo'lsa uchirtirib kelyapti. Qarang kelishini. Fransuz ekan. Qolib o'tib ketdi, imkon boricha. Biz ham imkon boricha tirab turibmiz. Bizadiki non turibdi, unda joy bor ekan-da. Keyin o'rtadan chiqdi uning balasi. Shunaqa qistaldim bor. Bitta parkovka to'xtang. Borganda qayerda yotamiz? Bizda ham saunasi bor joylar ekan. Hozir boradigan joyimiz. Bu qani basseynlarga bersa. Mana Basseyn bor. Давай. Отдыхайте дesa. Janaga deyapmiz. Aytib bo'lam. Suv yo'q, Suv nima g'alati ekan. zavod fabrikani ichiga. Odamlar qo'ymasa kerak bunaqa suvga. Mana tushmay ketdi. Sorti. Nima degan sorti? Dara. Suv chiqazadi ekan. Karyer bor ekan. Ha, toshbosh unaqalar kesyapti-da. Suv yordam. Dara qo'ydi, qahonlar. Говори, я тебя слушаю. Uzoqda kelyapti ham. 100 metr. Zo'n, yo'q, yaqin. Rasta. Chiq. Ha, ana shunday. Молодец. Bos. Keyin men bosaman o'zingdan. Qo'rqmayman, o'rtaga olib turib. Sen orqadan kelyapsan, men ichim siqilyapti. Odamni qiynab qo'ydim-da. Vijdon bor-da, ustoz ko'ryapsiz, menda vijdon bor. Sizda o'sha vijdon yo'q, qiynamay, o'ylamaysiz bularni. Yo'l bermadik. Sen o'rtaga chiqib yurdingiz. Ozgina bosib haydangda. Naring ba'zan haydayapsiz. Yo'q. Bosib Men o'ylabmanki, nima qo'yding deb o'ylayapsiz. haydang deganda o'sha nimani otga olib qochish maylik mashina. Endi bosdikmi o'rtada yurdikda. Ular yo'lni bekayaptanda. O'shaning uchun kemayli deb. Lekin shu joy juda yaxshi joy ekanda. Obdon dalalar mana toshloq ekan, sug'orish kerak edi. Haligi toshloq joy suvni ko'proq talab qiladi. Mana kiring. Shunday kerak.
O'tgan payt ko'tarmaydi u. O'shaning uchun sekinlashdim-da, to'xtab olay dedim. Men hozir Biz yo'lda bordik. ijod bilan